o'shan uchun Rasululloh aytgan ekanlar, shayyabatni suratu Hud. Mani pir qildi Sura-i Hud deb. Bu nimaga Sura-i Hud pir qildi mani dedilar desa, mufassirlar aytgan ekanlar, "Fastaqim kamo umirta" degan oyatning ichida bor. Xudodan nimaga ma'mur bo'lgan bo'lsang, shunda mustahkam bo'lgin, istiqomat qilgin, toyilmagin, xato qilmagin degan so'z ekan. O'ylab ko'ringda, shu istiqomat bilan to'g'ri olib ketish yo'lini qiyinligini shu vazifalardan o'zingiz ana o'zi fikringiz o'zi topadiki, qancha qiyin ekan. Bizni boshimizda juda ham vazifa ko'p ekan. Bu huquqlarni hammasini joy-joyiga qo'yib, ota-bola haqqimi, boshqa birodarlar haqqimi, o'zimizni nafsimizdagi huquqlarni ham joy-joyiga ishlatish bundan qiyin narsa yo'q. O'shaning uchun Rasululloh aytgan ekanlar, bu Sura-i Hud meni pir qildi. Buni o'ylanib qanday bajarar ekanman deb shu o'y bilan men pir bo'ldim degan so'z ekan. Bildingizmi? Fastaqim kamo umirta. Bitta arqonni tepasida ketayotgan dorchi shuni holidan ibrat olingda, shu sal aqabaqa toyilsa tamom yerga tushib ketadi. Halokatga uchraydi. Nihoyatda ehtiyot bilan shu arqonning ustiga qadamini qo'yib, ehtiyot bilan yuqoriga chiqadi. U shariat yo'lini qiyinligi mana shu yerda ekanki, andak toyilsangiz ketdingiz asfala soqilingga. Ana shu qiyinligi mana shu yerda ekan. Nihoyatda ehtiyot bilan qadam qo'yish kerak ekan. Hamma huquqlarni ado etib, joy-joyiga qo'yib, adashmasdan olib ketish qiyin ekan. O'shaning uchun Rasululloh ham qiyinligi, tag'in payg'ambarlarni tepalarida bizga necha barobar vazifa ularga ortiqcha turibdi. Ularniki juda og'ir juda. O'ylab ko'ringda, mana shu bizni rufiya an ummati al-xata'u va nisyon deb Rasululloh aytgan ekanlar. Meni ummatimdan xato va nisyon esdan chiqib qo'yish, bir narsani xato qilib qo'yish bilmasdan ularni Xudo jazolamaydi, kechirib yuborgan bularni. Ular to'g'risida hech qanday kiroman kotibin buni gunoh deb yozmaydi. O'shaning uchun Ramazonda esimizdan chiqib yeb qo'yib qonimizni to'yg'azib olsak ham roza o'zi joyida turaveradi. Hech qanday rozamiz ketmaydi. Bildingizmi? Bu ko'tarilgan bu narsalar ummatimdan. Endi payg'ambarchi? Yo'q, payg'ambarni jazolaydi Xudo taolo. Buni qo'yib qo'ymaydi. Uni nisyon qilib qilganiga qaramaydi uni. Bildingizmi? Sen payg'ambarsan deydi. Sen deydi bu boshqa ummatga o'xshagan emassan deydi. Nimaga shu ishni qilding? Nimaga g'aflat qilding shu? Darrov jazolaydi. Ana. Lekin ularni jazolashligi u oxiratda emas, shetda o'zida jazolaydi. Sherda o'zida. Bildingizmi? Itoat qiladi, ikkinchi bunday qilma deydi, ana sarzanish qiladi, ana shu tariqada itoblar bo'ladi bu. Payg'ambarlarga mana shunday bo'ladi. Ana bularni vazifasini og'irligi mana shu yerda ko'rinib turibdi. Boshqa ummatga o'xshagan masala bo'ladi.